Hozir aytmasam yorilib bo'laman. Srochniy aytib borishim kerak. Dadasi, cho'qinadigan bitta iltimos bor-da. Ha, Bugun sinfdosh qizlar o'tirishyapti ekanda, erlarni hammasiga ruxsat beribdi. O'shanga mana borib kelay, 2 soatda kelaman. hech qayoqqa bormaysan. Xo'p bo'ladi. Danu. Xo'p bo'ladi dedimi? Umrim. Kaybettim kendimi. Uyda xo'jayini menman. U menga xo'p bo'ladi dedi. Bu gapdan keyin bori sigaretam tepmayapti-da. Tfu senga. U menga xo'p bo'ladi dedi. Qanday kay. Sasyapti-yu, lekin yomon kayt. U menga xo'p bo'ladi dedi. Chunki men uyni erkagiman. Uyni boshlig'iman. Xotin bo'ldi. U xo'p bo'ladi dedi. Uyni erkagi menman. Umrim. Dadasi, oynalarni ochib xonalarni shamollatib olmasangiz bo'lmaydi. Menimcha sal ko'proq chanvordingiz. Bazen hayat Men uxlayotgandim. Ha, sezilmayaptimi? Sen menga boya xo'p bo'ladi deding, ha? Qachon? Axir meni slovarimda bunaqa so'z yo'q. Boyagina aytding-ku, mashg'ulotlarim bilan eshitdim-ku. Ko'p uyqusiramang. Men qayerdan bilaman? Boydan beri umrim deb yotibsiz. Kamroq turk serial ko'ring-da. Men ham bunchalik ko'rmayman. Xullas, dugonalarim bugun o'tirishyapti ekan. O'shanga ketyapman. Shuni aytgani kiruvdim. Hech qayoqqa bormaysan. Boraman. Kecha o'zingiz ruxsat bergansiz. Ha, keyin rostdan ham salonda oynalarni ochib xonalarni shamollating. Ko'zlarim nimagadir achishib, yoshlanib ketyapti. Ha, voy alkash. Ichib olib hamma narsaga dabro beraverma deyman. 1000 marta aytaman. Yaxshi-ku. Kimdir piyoz yeganda. Fireball.